men o'ylaymanki mana shunday buyuk bir davlat, kelajagi buyuk bir davlat, O'zbekistonni poytaxti, mustaqillik maydoni. Butun O'zbekistonimizning butun e'tibori mana shu maydonda mujassam etilgan. Kelajagini ham shu bilan bog'laydi, bugungi kuni ham bog'laydi va kerak bo'lsa eng ezgu niyatlarni mana shu maydon bilan bog'laydi. Shuning uchun mana shu haykalga ezgulik degan aytaylik nom berganimiz ham bejiz emas. O'zingiz o'ylanglar. Nima deganda eng ezgu, eng aytaylik yuragida, qalbidan bo'lgan niyatlarni shu yerda shu maydon bilan bog'lasa agar ezgulik degan mana shu arkani nom berdik. Mana endi mustaqillik va ezgulik monumenti deb bu haykalga nom berdik. O'ylaymanki buni tag-tagida juda katta ma'nosi bor.